Voy, yugurib keldim. Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Sog'lommisizlar? Demak, Extramed servis Shahnoza opamni hammangiz bilasizlar. Sababi Shahnoza opam 13 yillik professional bugun kosmetolog. Shahnoza opamda yangilik, siz kutgan, o'sha siz istagan lazer apparati bo'ladi. Eng qimmati, eng zo'ri kiymasam bo'lmaydi. Yuringlar ichkariga. Demak, azizlar, mana hozir Shahnoza opam ish jarayonidalar. Sababi Shahnoza opam ta'kidlab o'tganim kabi 13 yillik o'zining o'z ishining ustasi, juda bir professional kosmetolog. Men o'zim shaxsan Shahnoza opamga kelaman. Assalomu alaykum Shahnoza opa. Charchamayapsizmi? Sog'misiz? Men aytdim, siz nimaga maska taqmayapsiz? Ha, lapcham. Lapcha. Birinchi ukolni o'zingga ur, keyin agar o'zingga botmasa, Boshqaga u. boshqaga. Charchamayapsizmi? Voy, nimalar qilyapsiz? Nimalar qilyapsiz? Yangilik olib keldik. Nima olib keldingiz? Dunyo tan olgan kandelani olib keldik Aleksandriya. U nima? Ayting bizga. Bu epilyatsionniy lazer. Tuklar yo'qotadi. 3-4 ta kursdan boshlaydi. Bitta urganimizdan effekt birinchidan ko'rinadi. 2 oydan keyin yana bitta. Keyin 3-oyga sharoitiga qarab chaqiramiz. 6 oyda bir, 6 oyda bir. O'zi 4 ta qiladi. Shu bilan ketdi. 2 yil, 3 yilga tuk chiqmaydi. Salonga ketib, mana epilyasiya, garячий epilyasiya qilib kuydirib kelibdi ayollar yuzini, bu bikinini, podmishkani 70 ming, 100 ming bilan qilyapti. To'g'ri. Biza podmishkani 200 ming so'm qilib qo'yganmiz. Voy. Hozir novogodniy bu skidka qilib, bikini 300 ming so'm, litsa besplatno. Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman. Bu masalan chegirma bo'lyapti. Hozir 200 ming so'm, bu hech qayerda yo'q. Necha oygacha davom etadi? 15-yanvargacha. Yo, 15. Ha, Bir oy hech bo'lmasa 31-yanvar. Ammo 1-dekabrdan boshlagan. Ha, 32-yanvar bo'lsin. Ha, 32-yanvar. Bo'ldi, 32-yanvargacha Shahnoza opamda katta chegirma. Katta 4 martada, 3 martada, kimlardadir 2 martada effekt bor. Demak, azizlar, manzilni sizlarga tushuntirib o'taman. Panjob, mana kirib kelaverishda Panjob masjidiga ko'zimiz tushadi. Extramed servis, tez yordam bularda bor. Bemalol ko'ringan joyda sizlarimiz uchun xizmat qilishadi. Sog'lig'ingizga jiddiy e'tiborda bo'ling. Va qolaversa ayollarimiz, sizlar takrorlanmassizlar. O'zingizni hamisha ehtiyot qiling va birinchi o'ringa qo'ying. Men hozir mana shu manzilni tushunmaganlar uchun pastda telefon raqamlarini ko'rsatib o'taman. Bemalol telefon qilib kelishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, o'zimizni sevish o'zimizga yarashadi.